Yurtimizda har bir gektar yer, har bir hosil zarrasi xalqimizning fidokorona mehnati bilan sug'orilgan. Shunday ezgu sa'y-harakatlar bejiz ketmasligi, har bir donning o'z egasiga yetib borishi uchun bu yilgi yig'im-terim mavsumida tub burilish yasovchi loyiha hosil qabuli axborot tizimi yo'lga qo'yildi. Bu zamonaviy yechim qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etiladi. Endilikda donni qabul qilish jarayonlari ilgari qo'lda yuritiladigan daftarlardan voz kechgan holda to'liq raqamlashtirilgan tizimda elektron platforma orqali zamonaviy texnologiyalar yordamida, eng muhimi esa shaffoflik tamoyillariga to'la rioya qilingan holda amalga oshiriladi. Yangi tizim muvaffaqiyatli ishlashi uchun esa har bir don qabul qilish shoxobchasi zarur infratuzilma bilan ta'minlangan bo'lishi, ya'ni har bir punktda kamera, kompyuter, Wi-Fi va internet aloqasi mavjudligi, fermer xo'jaliklari bilan asosan 3 turdagi shartnomalar tuziladi. Tovar, ya'ni don mahsulotlarini qabul qilish bo'yicha oldi-sotdi shartnomalari, vaqtincha saqlash shartnomalari, urug'lik mahsulotlari bo'yicha tuziladigan shartnomalar. Agar mazkur hujjatlar mavjud bo'lmasa, yukni transport vositasi bilan hududga olib kirish vaqtincha to'xtatiladi. Shu bilan birga ehtimoliy noqulayliklarning oldini olish maqsadida Agrodocs platformasi orqali zamonaviy yondashuv asosida tezkor yechim taklif etiladi. Atiga 3 daqiqa ichida shu yerning o'zida ikki xo'jalik o'rtasida shartnoma elektron tarzda rasmiylashtiriladi va tizimga yuk haqida barcha zarur ma'lumotlar kiritiladi. Don yetkazib beruvchi yuk avtomobillari haqida ma'lumotlar tizimga kiritilganligi, ish 2 smenada uzluksiz tashkil etilganligi, har bir tarozibon va nazoratchi mutaxassis maxsus malaka oshirish kurslaridan o'tgan bo'lishi talab etiladi. Bu jihatlar tizimning ishonchli ishlashini, xatoliklarning oldini olishini ta'minlaydi va eng muhimi, fermerlar ishonchini mustahkamlaydi. Jarayonlar qanday ishlaydi deysizmi? Keling batafsil tanishamiz. Yuk mashinasi punktga kirishi bilan undan maxsus idishlarda namunalar olinadi va darhol laboratoriyaga yuboriladi. Bu esa hosil sifati bo'yicha dastlabki xulosa chiqarish imkonini beradi. Laboratoriyada esa hosilning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Bu esa mahsulot sifati yuzasidan dastlabki ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini beradi. Bu jarayon 60 daqiqadan 80 daqiqagacha vaqt olishi mumkin. Aynan shu baholash asosida hosilning sifat ko'rsatkichi aniqlanadi va yukni qabul qilish masalasi hal etiladi. Keltirilgan g'alla natijasini namunalarini ko'rib chiqamiz. 2 kilogramm don o'lchab olinib, fermer xo'jalik vakili bilan birgalikda don tahlil natijalarini ko'rib chiqamiz. Don qabul qilish shoxobchasida laboratoriya uchun namuna olinganligini nazoratchi kuzatib, tegishli tartibda tarozixonaga transport vositasini yo'naltiradi. Bu jarayon zamonaviy texnologiyalar, elektron tarozi va internet tarmog'iga ulangan kompyuterlar orqali aniq va shaffof tarzda amalga oshiriladi. Har bir harakat, har bir ma'lumot nazoratchining diqqat markazida bo'ladi. Elektron tarozi qayd etgan vazn o'lchovi elektron tabloda aks etadi. Tarozixonadagi o'rnatilgan videokamera mazkur tablodagi raqamlarni to'siqsiz tasvirga olinishi ta'minlanishi shart. Avtotransport vositasi mana tarozixonaga chiqqandan keyin avtotransport o'chiriladi. Shuningdek, transportda haydovchisi ham mashinani tark etadi. Mana ko'rib turganingizdek, monitordan transport haydovchisi ham, shuningdek xo'jalik vakili ham kuzatib turishi mumkin jarayonni. Onlayn tartibda kameralar tomonidan xolis qo'yilganligi, shuningdek, xo'jalikda ma'lumotlari, yuk haqidagi ma'lumotlar to'g'ri kiritilayotganligini kuzatib borish imkoniyati ham yaratilgan. Xo'jalik 3 turdagi yuk xatini tarozi operatoriga taqdim etadi. Bular urug'lik bo'yicha yuk xatlari, vaqtincha saqlash yuk xatlari, shuningdek, davlat zaxirasiga oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha taqdim etilayotgan yuk xatlari hisoblanadi. Shuningdek, tarozidan o'tgan yuk mashinasi hosilni omborga tushirish uchun yo'l oladi. Bu bosqich ham vaqt chegarasi bilan belgilangan. Bu jarayon 5 daqiqadan kam bo'lmasligi shart. Aks holda ushbu yuk mashinasi kirib chiqqanligini qayd etish jarayoni tizim tomonidan rad etiladi. Shundan so'ng yuk mashinasi yukni tushirib qaytish jarayonida yana bir bor tarozi maydonchasiga chiqadi va aynan shu pallada yukning sof og'irligi, ya'ni netto miqdori aniqlanadi. Bu jarayonda avval qayd etilganidek yuk ortilgan mashinaning umumiy og'irligi, brutto, shuningdek bo'sh mashinaning og'irligi tarra ko'rsatkichlari asosida
aniq hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shundan so'ng yuk mashinasi don qabul qilish maskanini tark etadi. Don tahlillari 5 ta asosiy yo'nalish bo'yicha sinovdan o'tkazilgandan so'ng laboratoriya xodimi fermer ishtirokida shu yerning o'zida tashkil etilgan shtabga ma'lumotlarni olib tushadi va elektron bazaga kiritadi. Mas'ul nazoratchi esa ushbu ma'lumotlarni maxsus dastur orqali don maskanidagi kompyuter bazasiga yuborib, ma'lumotlar aylanmasini ta'minlaydi. Jarayon yakunida tarozibon tomonidan sinxronizatsiya tugmasi bosiladi. Ayni shu fursatda hosilni qabul qilish platformasida yuk og'irligi, don miqdori, sifati, navi, kelib chiqqan manzili va topshiruvchi subyekt haqidagi barcha zarur tafsilotlar aniq va shaffof tarzda aks etadi. Eng muhimi, barcha ma'lumotlar hosil qabuli axborot tizimi orqali markaziy bazaga uzatiladi. Ushbu tizim real vaqt rejimida ishlaydi va har bir amaliy operatsiya qat'iy tarzda nazorat qilinadi. Bu esa nafaqat hisob-kitob jarayonlarini raqamlashtirish, balki mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, qishloq xo'jaligi sohasini samarali boshqarish hamda sohada zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishda muhim qadam hisoblanadi. Shuningdek, hukumatning tegishli qaroriga asosan 2025-yil g'alla hosilidan davlat xarid narxlari e'lon qilinadi. G'alla qabul qilish shoxobchasida yuqoridagi barcha amallar bajarilgandan so'ng 10-raqamli to'lov kvitantsiyasi shakllantiriladi. To'lov kvitantsiyasi ikki subyekt tomonidan elektron raqam orqali tasdiqlangandan so'ng barcha ma'lumotlar hosil qabuli axborot tizimida aks ettiriladi. Endilikda don qabul qilish shoxobchasida olingan ma'lumotlar hosil qabuli axborot tizimida aks etib boriladi. Mana bugun hozirda jarayonda ko'rgan, qabul qilganimiz ushbu fermer xo'jaligiga ma'lumotga kirganimizda yetarozdan kelgan ma'lumotlar hammasi aks etib boriladi. Yuk mashinalari kun davomida tinimsiz kirib chiqadi. Shu sababli qabul punktlarida uzluksizlikni ta'minlash uchun 2 smenali ish jadvali joriy etilgan. Shuningdek, har bir yuk avtomobilining kelib ketgan vaqti nafaqat tizimda, balki nazoratchi tomonidan alohida nazorat daftari orqali ham yozib boriladi. Bu ikkilamchi, ammo juda muhim kafolat chorasi. Xulosa shuki, hosil qabuli axborot tizimi orqali don yig'im-terim jarayonlari endilikda ochiq, shaffof va tizimli asosda tashkil etilmoqda. Bu esa yurtimiz agrar sohasida yangi bosqich, yangi davr boshlanayotganidan dalolat beradi.